Lekin hurmatli aziz prezidentimiz, mana bugun bizlar uyimizni berib 2021-yilda bizga Qurboni Bahridan keldi. Shunday deb hamma tomon dogovorlarni tuzdik. Hurmatli prezidentim. Mana bugunlik kunga men 70 dan o'tgan ayolni shunday qilib uyimda kadastr qilib bermay yuribdi. Bugun edi, erta edi deb aldab yurdi. Bergan uyi ham 5 kishiga kichkinagina uy. Mayli, Allohga shukrona qilib shu uylarga yashab turdim. Endi bularning ishi bitmasa, bu kreditga bankka qo'yilganlar ishi bitmasa, menga nima prokuratura aytdi-ku, bularning ishi bitmaguncha sizni uyingizda ham kadastr bo'lmaydi. Endi nima bo'lsa ham bularga pul yetmasa, meni uyimda ham qo'yib yuborishi mumkin ekan. Men 53-yilda tug'ilganman, 8-avgustda tug'ilganman. Mana 73 ga ketyapman, o'rtoq prezidentim. Suyangan tog'im sizsiz, prezidentim. Iltimos sizdan yalinib so'rayman. Men 2 nevaram, kelinim, o'g'lim ko'chaga qolishni istamayman. Men necha kunlik umrim bor, necha kunlik yo'q. Bu Bahriddin nomardlik qildi menga. Bugun keling, erta keling dedi. Aytganini qilib ha deb o'tirdim. O'zim bir oyog'im bo'lmasa, yuragim kasal. 2dan 3ga tushirib ishlab yurib, shu uylarga erishdim. Mana bugunlik kunga meni ahvolim mana shunday bo'lib o'tiribdi, muhtarama prezidentim. Kimga murojaat qilay? Endi sizdan boshqa suyangan davlatim yo'q. Iltimos prezidentim, jonim prezidentim, uyimda hal qilib bering. Kadastrimni qilib bersin. Iltimos sizdan bo'lmasa etardan taylab o'layman. Alloh bermagan ajaldan. Iltimos qilaman jonim prezidentim, uyimda hal qilib bering. Kadastrlarni qilib bersin. Bo'lmagan joyim qolmadi. 11 gacha chiqqanman, 10:00 gacha chiqqanman portallarni hammasiga. Mana 3 yildan keyin men murojaat qilib yuribman. Hech qaysi menga to'g'ri yordam bermadi. Iltimos jonim prezidentim, sizga suyanganmiz. Allohim sizni umringizni uzoq qilsin, tan joningiz sog' bo'lsin iloyim. Bizga o'xshagan muhtojlarni hamisha qo'llab-quvvatlab keldingiz. Yana quvvatlashingizni so'rayman iltimos sizdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammamizga yordam berishingizni so'rayman. Hurmatli prezident, mana shu odamlarga hozir qo'shnilarimiz, biz birga 35 yil qo'shni bo'lib yashaganmiz. Hamma gapiga qo'shilaman. Bu Bahriddin degan yigit 1 yil ichida uylaringni bitkazib kirgizaman dedi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi. Izidan yuramiz, u yoqqa boramiz. Xullas oxiri ana ikkinchi tazlab 2 xonali uy bitgan. 5 million pul bering, kiring. 5 million qo'liga pul berdim, guvohlarim bor. Shu bilan menga qo'limga ключni berdi. Kirib yashab yurdim. Aradan yana yil o'tdi. Bu xonada meni nogiron kasal o'g'lim yashaydi. Vaqt o'tdi. 25-yil bu har nima degandan keyin